Assalomu alaykum, jo'ra do'stlar. Moskvadan Toshkent Xo'jandgacha bir insonni olib ketaman. 31 may kuni jo'nayapman. Mutlaq bepul. Kimki qiynalgan inson bo'lsa, o'sha qiynalgan insonni olib ketaman. Agarda tanish bilish bo'lsa, iltimos aloqaga chiqinglar. Mutlaqo bepul. Dokumenti normal bo'lsa, yeb ichishga pul bo'lsa bo'ldi. Inshaalloh O'zbekistonlik bo'lsa to Toshkentgacha, Tojikistonlik bo'lsa to granitsagacha, Tojikiston granitsagacha olib ketishga bitta joy bor. O'zim oilaviy ketyapman, o'shaning uchun bitta joyim bor. Iltimos maksimalni like bosib, maksimalni tarqatinglar. Balkim biron bir qiynalgan insonga yetib borar, qiynalib turgan inson bo'lsa agar. Kattakon rahmat hammaga.